Koreyaga kelishingizdan oldin albatta bilishingiz kerak bo'lgan narsani bugun gaplashamiz. Birinchisi, kasal bo'lish xuddi jinoyatdek qabul qilinadi bayda. Kasal bo'lishingizdan oldin, boshlig'ingizga oldindan men kasal bo'lmoqchiman deb bir hafta oldin yoki 3 kun oldin aytib qo'yishingiz kerak. Agar ertalab isitma bilan uyg'onib, borolmayman deb qolsangiz, qanot dog'aganingizni bilmay o'tadi o'sha kuningiz ham. Yoki sizga nimadir deyishadi. Shu oldin aytib qo'yishing kerak edi, bir hafta oldin aytib qo'yishing kerak edi, unaqa emas deb. Boshlig'im shunaqa mazam yo'qligini aytsam ham uyga jo'tmagan, keyin oxiri isitma kuchayib ketib, tez yordamga tushib qolganman-da. $1000 dan ko'proq pul sarflaganman tuzalish uchun. Jinoyat. Ikkinchisi, ishga kechikish. Bu katta jinoyatlardan biri. 1 minut yoki 2 minut kech qolsangiz ham hamma sizga ola qarash qiladi, bu qarash qiladi. Uchinchimiz, buni faqat koreys tilini yaxshi tushunganlar tushunadi. Koreys tilini bilib kompaniyaga kirganlar. Agar koreys tilingiz topik 6 bo'lsa ham, topik 6 bilmaganlar uchun eng baland level demaydi. Daraja. IELTSda eng baland daraja 9 bo'lganda, meni 6 olgan o'rtog'im bor. U ham ishxonasida doim talaffuzi boshqacharoq bo'lgani uchun gap eshitgan. Meni ishxonamda yig'ilish bo'lganda men gapirayotganimda bitta qiz gapimni tushunmagani uchun degan menga. Unaqa qiladigan odamlar kimlar? Asosan ular faqat bitta tilda gapiradi, boshqa tildan o'rganib ko'rishi va o'sha tilda gapirishni umuman bilmagan odamlardan shunaqa reaksiya chiqadi. Shuni ham kutib qolinglar. Meni tajribamdan kelib chiqqan holda bu endi yomon tajribalar, yaxshilari ham bo'lgan. Endi shu sabablar bo'lib ishdan chiqib ketgan kompaniyalar ham bo'ladi bular. Agar shunaqa negativ, qiziq ma'lumotlar sizlarga yoqsa, podpiska tashlab qo'yinglar.